Assalom yoshlikning eng ulug' tongi. Ko'zlari yoshlangan ustoz assalom, mustaqil hayotga ko'zini tikib, quvonchdan entikkan tengdosh assalom. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz yoshlar. Assalomu alaykum bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar va qadrli maktabdosh do'stlar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar u farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan aziz ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Endi esa tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Mahmudov Avazbek Ahmadjonovichga beramiz. Assalomu aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar va aziz mehmonlar. Bugun mana O'zbekiston bo'ylab barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbiri tashkil etilgan. Shu so'nggi qo'ng'iroq faqatgina maktabimizni bitiruvchi sinf, ya'ni 11-sinfni tamomlab 11-sinfni bitirgan o'quvchilarimiz uchun, aziz 11-sinf o'quvchilar, ya'ni bitiruvchilarimiz, sizlarni mana shu maktab ta'limini tugatib yangi hayot sari qadam qo'ydingiz. Mana shu hayotda o'zingiz tanlagan yo'lni, ota-onangiz istaganidek farzand bo'lib, kelajakda o'zingiz tanlagan kasbni mutaxassisi bo'lib va mana shu orqali butun yurtimizga xizmat qiladigan komil inson bo'lishingizni tilab qolaman. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman va shu bilan birga muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bitiruvchi sinf o'quvchilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirmoqchiman. Qadrli farzandlarim, bugun jonajon va yurtimizga munosib farzand bo'lishdek ezgu maqsad sari bel bog'lagan sizlar kabi navqiron yoshlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatayotganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mehribon ustozlaringiz, ota-onalaringiz sizlarga oq yo'l tilab turgan ushbu qutlug' kunda mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq jaranglab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'l olmoqdalar. Haqiqatan ham bugun sizlarga ulkan imkoniyatlar taqdim etadigan butunlay yangi hayot ostonasida turibsiz. Bu yo'lda tinimsiz izlanib, yangi marralar sari talpinish, dadillik va o'zingizga qat'iy ishonch hissi doim hamrohingiz bo'lishini tilab qolaman. Hamisha yodingizda tuting, har biringiz o'ziga xos iste'dod sohibisiz. Ularni ro'yobga chiqarish avvalo o'zingizga tinimsiz intilish va izlanishingizga bog'liq. Mamlakatimizda navqiron avlodni har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash, ularni qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda ko'plab zamonaviy oliygohlar, kasb-hunar maktablari, texnikumlar bitiruvchilarni o'z bag'riga chorlamoqda.
Bu maskanlarda ularning ta'limini davom ettirib, yanada chuqurroq bilim olishingiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aziz o'g'il-qizlarim, sizlarni jonajon vatanimizning shonli tarixining bir qismisiz. O'z madaniyati va an'analarini asrlar davomida asrab-avaylab kelayotgan xalqimizning dilbandlarisiz. Yangi O'zbekistonning umidi va tayanchi hisoblanasiz. Yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman, davlatimizning ertangi taqdiri, uning ravnaqi va taraqqiyoti sizlarning qo'lingizda. Hech qachon orzu qilishdan to'xtamang. Katta maqsadlar yo'lida imkoniyatlaringizni sinab ko'rishdan, bu yo'lda xato qilishdan, ulardan saboq olishdan qo'rqmang. Chunki xalqimiz sizlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, ishtiyoqingiz va kuchingiz nafaqat O'zbekistonni, balki butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham o'z oldingizga qo'ygan ezgu maqsadlardan ortga chekinmang. Hurmatli o'quvchilar, yana bir bor tabriklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'limdan kelgancha aylab ta'rifin, bitiruvchilarimizning qilib hurmatin taklif etmoqlikka berasiz ruxsat, qarsak urib turing maktabdoshlarim. Ijozatingiz bilan bugungi so'nggi qo'ng'iroq tantanasining asosiy sababchilari bo'lgan bitiruvchilarimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Talashib, ko'p o'tmasdan yarashib, ketyapmiz xayrlashib, sizga oq yo'l sinfdosh, gaplashardik ko'ngil ochib, gohi birga darsdan qochib, sizlar bilan o'tdi bolalik, endi sizga oq yo'l sinfdosh, har yili may oyini biz intiqib kutardik, ulg'ayardik bir sinf, yuqoriga o'tardik. Ko'zni ochib yumguncha 11 yil o'tib ketdi. Bahor so'nggi kunlari bitiruv kuni yetdi. Yo'q-e, yig'lamadim do'st, ko'zga nimadir kirdi. Dedim o yig'laganim, sinfdoshlarim bildi. Juda beg'ubor edik, hazil laqab to'qirdik. Imkon bo'lsaydi qani 10-11 yil o'qirdik. Sizga tilaklar ko'p-u, aytmoqqa yetmas bardosh, tomoqqa so'z tiqildi, sizga oq yo'l sinfdosh. Xayr endi xayr sinfdosh, nigohlar ma'yus, ko'zlarimda yosh. Xayrlashuv oni keldi sinfdosh, ayriliqqa yuragim berolmas bardosh. Partada yonimda o'tirgan sirdosh, bir ustozdan oldik ta'lim va ilm. Xayr endi xayr sinfdosh. Onamday ulug'siz jon ustozlarim, qalbi quvnoq, mehrli ohu ko'zlarim, yoniga olgan shirin so'zlarim, tanbehlaringizni xato tushundim, hamma narsani o'yinga yo'ydim. Xayr endi xayr sinfdosh. Vaqtlar kelar bo'lib muallim, yosh avlodga beramiz ta'lim. Olim bo'lar har bir o'quvching, hamma aytar yasha muallim. Xayr ey maktabim, xush qolgin bog'lar. Sen bilan yayradim, sen bilan ko'proq,
Bag'ring keng dunyodir eng baxtli chog'lar, do'stlar chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Endi vatan uchun qilaylik xizmat. Mehr dargohidan bo'lib ko'ngil tog', aziz ustozlarim sizlarga rahmat, do'stlar chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Bilaman ortiga qaytmas bu damlar, qalblarda hayajon, yurakda titroq. Ochig'i aytishga qiynalar yurak, to'g'risini bir bora aytmoq kerak. Bo'ldi bas, yurakda qolmadi bardosh, men seni sevardim, kechir sinfdosh. Seni sog'inaman sinfdosh. Biz sinfdosh bo'ldik, sinfdoshmas dildosh bo'ldik. Nahot endi dildosh bo'ldik, seni sog'inaman aziz sinfdosh. Maktab yillarimiz o'tdi birma-bir, o'tdi kun fasllar, o'tdi kun oylar. Bugun sog'inchdan otadi tonglar, tongdan sog'inaman seni sinfdosh. To'g'risi ranjitgan kunlarim bo'ldi, shu kun bedorlik tunlarim bo'ldi. Sog'inchim iztirob o'ylarim bo'ldi, yig'lab sog'inaman seni sinfdosh. Yillar o'tib ko'zdan oqar ko'z yoshlar, endi ayro bo'ldi o'sha dildoshlar. Nahot endi begonadir o'sha sirdoshlar, har vaqt sog'inaman seni sinfdosh. Qara, oxirgi bor darsda birgamiz, oxirgi bor birga tanaffus kutib, o'tiribmiz jimgina dardlarni yutib, dardli sog'inaman seni sinfdosh. So'nggi qo'ng'iroq ham chalinar asta, ko'zda ma'yusligi, qo'lda guldasta. Maktab yillarimiz o'tdi bir pasda, har vaqt sog'inaman seni sinfdosh. Maktabimning go'zal onlari, dardlarimning edi darmoni. Quchog'ingdan ketmasam edi, ko'paymasdi hayot armoni. Qo'l silkiydi har bir ustozim, ko'zlarimdan oqar yoshlarim. Oq yo'l tilang ey muallimlar, manzilimga yetsin parvozim. Ketayapman iztirob torta, ko'zlarimda yoshlarim arta. Xayr endi go'zal maktabim, xayr mening qadrdon partam. Yuragimga soldi-yu titroq, ketmasimdan sanchildi firoq, bag'rimizni ming pora qilib jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Faiz FM muhtarımız takdim eder. Girerim çeksiz kıram, ayrılır ağırlar. Yürekler gelirse salar ayhan söngü bonğıram. Girerim çeksiz kıram, ayrılır ağırlar. Yürekler gelirse salar ayhan söngü bonğıram. Ey çalıcı bonğıramını, çalıp ol genç ışkınıram. Alloh bergan hur istiqlol, mustaqillik, baxt va iqbol, farzandlaring topar kamol, yashnab ochgan ko'rkam kamol. Maktab jonim, faxrimizsan, biz yoshlarning baxtimizsan. Endigi navbatni 4-sinfning jajji bitiruvchilariga beramiz. Qo'limga ilk bor yozuv chizuv o'rgatgan ustoz, eslagaymiz biz sizni ko'p bor ta'lim bergan birinchi ustoz.
Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yaralsin bar rohatlar. O'quvchiman sizga go'yo farzandlar, jon judo aylagan birinchi ustoz. Bizni yetaklar kamolot sari aylanar haqiqat bularning bari. Bizni yetaklar kamolot sari bilim berganda ketmayin nari. Aylanar haqiqat bularning bari. Bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Keyin. Ko'p ozorlar bersak ham sizga, barcha bilganlaringiz o'rgatdingiz bizga. Bolada sho'xliklar qiladi menga deb yana boshimiz silagan ustoz. Hanuz tog'araman yoshlik chog'larim deysiz bular mening o'quvchilarim ko'chada ko'rganda o'g'il qizlarim qayta o'qisaydim birinchi ustoz. Bahorlar qaytadi, yoshlik qaytmaydi. O'tgan bolaligim yoddan chiqmaydi. Beg'ubor damlarim kutib tursaydi, a'lo baholarni olardim ustoz. Sabr qanoatlar yonimda turgan, ilk bor qo'limga qalam tutqazgan, bilimlar sandig'in bizlarga ochgan birinchi ustozim sizga ming ta'zim. Borimcha qo'limdan mahkamroq tutib, komillik yo'lini bizga ko'rsatgan, o'zida borini bizga o'rgatgan birinchi ustozim sizga ming ta'zim. Siz sabab ustozim bugun ulug'man. Do'stu yor yonida ilmim ziyoda, qalbimga ezgulik nurini sochgan siz birinchi ustozim sizga ming ta'zim. Biz safar boshladik bilim yo'lida, soyabon bo'ldingiz yomg'ir do'lda. Biz tinmay o'qidik kitoblar tutib, shirin so'zingizdan maqtovlar kutib. Barakalla balam deb aytganingiz biz uchun iftixor edi bilsangiz. Chin inson desalar sizni aytardik, sizga atab ba'zan she'rlar bitardik. Nasihatingizdan barhamad bo'lib, maqsad orzularga qalbimiz to'lib, 4 yil o'tganni bilmay ham qoldik, sizdan bilim ila xulq odob oldik. Ustozim barchasi uchun tashakkur, sizni unutmaymiz biz butun umr. Ustoz bizga berdingiz bilim, Ustoz bizga berdingiz bilim shijoat, tiladingiz bizlarga baxt va saodat. Mangu minnatdor boqar sizga diron ko'zlarim, siz tufayli ma'nodir shirin biron so'zlarim. Ustozimiz bizni yerdan osmonlarga ko'tardi. Ustozimning har bir darsi qiziqarli o'tardi. Rostini aytsam ustoz sizdan uzoq ketkim kelmayapti. Intilamiz sizga doim ko'rmasak hech bo'lmayapti. Hammasini kechirdingiz siz mehribon ustozim, sizday azizchan insonga arzir qilsak ming ta'zim. Ustozim sizga ming ta'zim. Ishtirokingiz uchun rahmat aytib qolamiz. Iymon qayda edi ustoz bo'lmasa, urfon qayda edi ustoz bo'lmasa, sohibqiron qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa. Navbatni 11-sinf o'quvchilarimizga beramiz. Ular ijrosida go'zal raqs. Sarvixramman toshqoqda ketdik Nagah ko'rinib ko'chada sarvixramman toshqoqda ketdik Tosh ko'chada iloqin o'tib zon bir boqdik ketdik O'shoq qayik ko'zlar ofat so'z oqish haydanni javob bir şey vaqtli o'zingga hayron o'sha yoqda ketdik bir şey vaqtli tumani o'zingga hayron o'sha yoqda ketdik bir vaqtda ketdik
Bahorning eng go'zal gullari sizga, quyoshning eng yorug' nurlari sizga, umrning eng baxtli yillari sizga, biz uchun doimo azizsiz ustoz. Endigi navbatni 4-sinfga beramiz. Ular ijrosida go'zal raqs. Ishtirokingiz uchun rahmat aytib qolamiz. Mehrla so'zlagan so'zingiz go'zal, quvonchla porlagan ko'zingiz go'zal. Bizga bilim bergan o'zingiz go'zal, biz uchun doimo azizsiz ustoz. Davramizga 11-sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Ular ijrosida she'r. Sehrli bir dunyo ochildi. Gutentakdan boshlab ilm sochildi. Har bir darsingizda hikmat bor edi. Qalbimiz ilmga doim yor edi. Yusufzoda Umida nomin ravshon, siz bilan nemis tili bo'ldi qadrdon. Grammatika kuchi, so'zlar jilosi, siz bizga ustoz qalbning sadosi. Bugun maktab bilan xayrlashar chog', siz bergan bilimlar misli katta bog'. Feeling deymiz chan yuraklardan. Alloh asrasin sizni barcha xavflardan. So'z durun terdingiz qalbimiz aro. Har bitta harfga jon baxsh etgan ustoz, goh navoiy bo'lib, goh bo'lib navo, tafakkur bog'ini bog' etgan ustoz. Ona tilim deya yondingiz har dam. Imlo xatomizni tuzatdingiz jam. Siz bergan saboqlar nurli bir olam. Siz gung bo'lardi so'zlarim tilim. Qodiriy sog'inchi cho'lpon faryodi sizning lektoringizda bo'lar namoyon. Bizga omonatdir millatning yodi. Siz ma'rifat quyoshi eng aziz inson. Biz shu davrada faxr bilan turishimizga sababchi bo'lgan ustoz Sotvoli va Mahbus ustozga tashakkur bildiramiz. Rahmat ustoz. Uzatlariz. Aytku. Jonas. Nima? Anga. Biologiya ilmi sehri boshqacha. Saboq berdingiz-da bitiruvgacha Zilola ustozim nurli chehrasiz biz uchun eng aziz, eng birinchisiz. Mittigina qalbga yoqqan chirog'imsiz. Ilk harfni o'rgatgan mehribonimsiz. Ilm bog'ida eng go'zal bog'bonimsiz. Sizni sog'inaman Hilola ustoz.
Qo'limdan tutdingiz onamdek bo'lib, yuzingizda doim nurli gul kulib, borliqni tanitgan mehribonim, ey mehribonim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Bo'ldi. Eng munavvar otgan yorug' Eng munavvar otgan yorug' tongimda sen, hayollarim har yon quvib ongimda sen, tushlarimda mayli edi o'ngimda sen, chalinmasang bo'lmasmidi qo'ng'irog'im, maktab davri eng chiroyli davr ekan, quvnoq gulgun oyli davr ekan, ovozingni tinglash buncha og'ir ekan, chalinmasang bo'lmasmidi qo'ng'irog'im. Endigi navbatni 4-11-sinf o'quvchilariga beramiz. Ular ijrosida sahna ko'rinishi. Ustoz kiradilar, hali matematika darsidan bir topshirgan tushuntirib bermading menga. Qo'ysang-chi, ertalabdan miyangni og'ritma. Ustoz kelgunicha 5 daqiqa uxlab ola. Baribir darsda birinchi bo'lim meni doskaga chiqaradilar ustoz. Hoy qizlar, darsni oylab berib charchamadinglar. Mana bitiruv kechasi kelyapti. Men tadbirga qaysi ko'ylakni kiyishni o'ylayapman. Assalomu alaykum aziz bitiruvchilar. Men sizlar charchaganingizni, qachon maktab tugaydi-yu, qachon katta odam bo'laman degan o'ylaringizni eshitdim va 10 yildan keyin kelajagingizni ko'rsatib berishga tayyorman. Voy zo'r-ku, qani ko'raylik-chi, men kelajakda kim bo'lar ekanman? Doim darsda uxlaganim uchun biznesmen bo'lib ketganmikinman ishqilib. Sayohat boshlandi 2036-yil. Diqqat, to'g'ridan to'g'ri reportaj. Bugun jamiyatimizda bizning qadrdon sinfdoshimiz bo'lgan Muxlisa o'zining ixtirosi bilan butun jahonga tanildi. Muxlisa, bu haqida nima deya olasiz? Men bu muvaffaqiyatlarimga ustozlarim sababchi erishganman. Ularga rahmat aytaman. Muxlisa do'stim, hali ham kitob titkilab yuribsanmi? O'sha menga bergan darslarda yordam berganlaring foyda berdi. Agar sen o'sha darslarda menga yordam bermaganingda hozir buyuk kompaniya rahbarlari bo'lmasdim. Ustozlarimizni bergan tanbehlari, ko'yganlari foyda berdi menga. Sayohat tugadi. Voy, yana maktabdamizmi? Bu shunchaki tushmidi? Yo'q mushtari, bu bizning kelajagimiz. Agar bugun yaxshi o'qisak, ustozlarimiz aytgan gaplarga quloq solsak, albatta o'sha yuksak marralarga erishamiz. Bitiruv kechangiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar va qadrdon sinfdoshlar. Hozirgi so'z navbatini jajji bitiruvchilarimiz sinf rahbari bo'lgan Pirnazar va Nozim ustozga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, ustozlar. Avvalo xush kelibsizlar davramizga. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq bayramini nishonlayapmiz ekan. Shu fursatdan foydalanib, men ham o'zimning bitiruvchilarimga niyatlarimni, tilaklarimni bildirmoqchiman. Mana bular bilan 4 yil birga dars o'tdik. Mana shu kunlar mobaynida yaxshi, yomon gapirgan bo'lsam, avvalo o'quvchilarim uzr so'rayman. Iloyim kelajakda nimani niyat qilgan bo'lsalaring, ana shu niyatlaringni ro'yobini ko'raylik birgalikda. Maktabimizni yuqori cho'qqilarga ko'tarib, faxrlanadigan, hamma rozi bo'ladigan o'quvchilar bo'lib yetishlarini tilayman. 4-sinfni bitirganlaring uchun diplomlaringni topshirmoqchiman. Xo'p. Boshlang'ich ta'limni bitirgani uchun Ahmadbek va Bibi Sora maqtov yorlig'i bilan taqdirlanadi. Turavering, shekilli. Erkinov Husanboy. Ko'rsatib oling. Adhamov Akbarali. Husanboy. Baqa qarating. Bunday rasmni ko'rsatib turinglar. Yoqubjonova Munisa.
Turavering. Rahmonali va Shodiyona. Anvarjon va Mo'tabarxon. Tabriklayman. Ortiqov Muhammad Rizo. Tabriklayman. Ortiqaliyev Shahriyor. Ko'rsatib turib olinglar. Meniki emas, nari tarafga. Isroilov Quvonchbek. Nariroqqa turing, nariroqqa. Erkinov Hasanboy. Xolmatov Arabboy. Tekis turinglar. Tekis. Rahmatali Maqsadbek. Rahmatali va Muharramoy. Hasanboy va Shahrizoda. Tabriklayman. Rahmatilla va Nargiza. Mirza Mahmud va Mehrigiyon. Tabriklayman. Saidjon va Xumoraxon. Abduhamid va Mahmudjon. Hammalaring yana bir bor boshlang'ich ta'limni muvaffaqiyatli tamomlaganlaring bilan tabriklayman. Iloyim yuksak marralarga yetishlaringni tilab qolaman. Rahmat, hammalaringga sog' bo'linglar. Aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, shu tadbirimiz so'ngida taqdirlash marosimini o'tkazishimiz kerak. Mana shu 4 chorak mobaynida o'quvchilarimiz juda ham yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilarimiz bo'ldi. Hattoki viloyat bosqichida, fan olimpiadasida, tuman viloyat bosqichida ishtirok etgan o'quvchilarimiz bo'ldi. Shu o'quvchilarni faxriy yorliq va faxriy yorliq bilan tabriklaymiz. Hop. 11-sinf o'quvchisi Abdunazar va Mushtariy qizimiz faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. O'qib berib turavering siz. Chiqib olsin. 11-sinflar hammasi? Yo'q. 11-sinf o'quvchisi Habibullayev va Madina. Madina. Mushtariy chiqmadimi? Mushtariy o'zi qani? 10-sinf o'quvchisi Topvoldiyev va Farangiz. Berib yuboravering. Topvoldiyev va Farangiz. 9-sinf o'quvchisi Erkin va Xushnoza. O'zim ekanman. O'zim 9-sinf o'quvchisi Rahmatali va Muslima. 4-sinf o'quvchisi Adhamov Akbarali. 7-sinf o'quvchisi Odilova Shodiyona. 8-sinf o'quvchisi Isroil va Dilnavoz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. 8-sinf o'quvchisi Isroil va Muqaddam. 7-sinf o'quvchisi Mamurali va Ruxshona. 6-A sinf o'quvchisi Rahmat va Shukrona. 6-A sinf o'quvchisi Ortiqaliyev Abdujalil. Abdujalil, tabriklaymiz. 6-B sinf o'quvchisi Murodilov Zohirjon. 6-B sinf o'quvchisi Erkinov Omadbek. 5-sinf o'quvchisi Erkinov Mirziyo. 5-sinf o'quvchisi Abdullayev va Ziyodaxon. 4-sinf o'quvchisi Xolmatov Arabboy. 3-B sinf o'quvchisi Habibullayev va Arofatxon. Arabboy, tabriklaymiz. Arabboy ishimi? Ha. Ziyodaxon,
Tabriklaymiz. Arofatxon. 3-B sinf o'quvchisi Hasanboyev Xurshidbek. 3A sinf o'quvchisi Shavkatov Mahmudjon. 3A sinf o'quvchisi Mamuraliyeva Maftuna. Xurshidbek sizga yana tabriklaymiz. 2-sinf o'quvchisi Xatamjon va Sohibaxon. Tabriklaymiz. Mahfunaxon tabriklaymiz. Yaxshi o'qing. 2-sinf o'quvchisi Azimov Muhammad Azim. Mana. O'g'lini tabriklaymiz. Muhammad Aziz tabrik. 1-sinf o'quvchisi Usmonaliyev Hojimurod. 1-sinf o'quvchisi Muhammad Aminov Kamronbek. Tabriklaymiz. Mana bor edi. Karateda qatnashgan. Yosh bolani ko'rsating karateda qatnashgan. Kamronbek. Kamronbek tabriklaymiz. Karateda qatnashgan bersiz aytaman. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, sport musobaqalarida faxrli o'rin olgan Oyatillo Ahmadaliyev Oyatillo ismli o'quvchimiz. Xo'p, shuningdek tumanda maktablar o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadasida faol ishtirok etgan Turduboyeva Dilnamozxon tuman miqyosida 2-o'rinli olib, viloyat bosqichida faol ishtirok etgan o'quvchimiz. Dilnavoz tabriklaymiz. Ortiqali Shahriyordam o'qiydi. Xo'p, shuningdek, mana shu viloyat bo'yicha fan olimpiadasida o'zini o'quvchisi viloyatda qatnashganligi uchun fan o'qituvchisi Yusufzoda Umidaxonni tabriklaymiz. Shahriyor chiqib ketdi. Ortiqali. Umida tabriklaymiz. Kimniki? Xo'p, maktabimizda mental arifmetika to'garagida ishtirok etgan faol o'quvchimiz Muhammadjonova Muslimaxon. Tabriklaymiz. To'xtab turing. Xo'p. Yana mental arifmetikasidan Ortiqaliyeva Mohinurxon. Tabriklaymiz. Yaxshi g'alaba qozondingiz. Isitda rasmga bo'lsangiz ketamiz. Maktabda eng faol kitobxon ko'rik tanlovida faol ishtirok etgan o'quvchimiz Rahmataliyeva Muslimaxon. Juda ham ko'p kitob o'qigan, badiiy kitoblarda shu qizimizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yaxshi o'qing. Xo'p, aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar, bugungi tadbirimiz juda ham yaxshi o'tyapti. Tadbirimizni davom ettiramiz. Maktabimiz bitiruvchilarini o'zlari erishgan katta yutuqlari bilan davramizga taklif etamiz. Marhamat. Oldiga qana. Aylan. Ramjani ko'tar.
hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rif yo'q, o'rni boshqacha. Kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tun-u kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamiz umriga umr tilayman, bir umr tuganmas baxtni so'rayman. Onasiz yo'qlarga uzr so'rayman, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onajonlarimiz rahmat, hammalaringga kattakon, borlaringga shukr. Dunyo turguncha turinglar. Hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Sizni faqat Alloh suysin onajon. Bu dunyo men uchun siz go'zal, siz bilan go'zal. Onajonim mehribonginam, siz bilan yegan ichganim asal, ko'zlari yo'limda intizorginam. Ne kunlar ko'rmadi aziz boshingiz, lek hech kim ko'rmadi ko'zda yoshingiz. Mehnat va zahmatdir dil izhoringiz, onajonim mehribonginam. Pishirgan ko'ylak, ba'zilar ko'ylaging sonini bilmas. Sayillarda yangi kiymagan onam, pishirgan taomin umrida bir bor, o'ziga birinchi suymagan onam. Onajonlar barchalar borlaringga shukr. Hayajon, sizni yaxshi ko'raman. Tabrik uchun so'z navbatini bitiruvchilarimizning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Purnazarova Hilola ustozga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz ustozlar, qadrli ota-onalar, bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana bugun biz bitiruv kunida, so'nggi qo'ng'iroq kunida yig'ilib turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bugungi bitiruvchilarimizga, 4-11 sinf bitiruvchilarimizga baxt, omad tilayman. Kelasi ishlarida, maqsadlarida buyuk zafarlar tilayman. Bular bilan 11-sinfda bularni o'qitayotgan davrimda yaxshi kunlarim, yomon kunlarim hammamiz birga o'tkazdik, xursandchilik kunlarimiz ham birga bo'ldik. Bularga o'qishlari uchun astoydil harakat qildim. Yaxshi gapirdim, yomon gapirdim. Yomon gapirganim bu to'g'ri qilganim bo'lgan. Sizlarning o'qishlaring uchun hammasi edi. Sog' bo'lasizlar. E'tibor uchun rahmat. Ushbu sinfim bilan mana biz 7 yil davomida birgalikda maktabda yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham o'tkazdik. Mana shu davr davomida o'quvchilarim eng yaxshi muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilarim bo'ldi va mana shu o'quvchilarimga aynan hammasiga 12 dona o'quvchim bitiryapti. Mana shu o'quvchilarim kelajakda baxt, omad tilayman. Katta yo'llarida hamisha muvaffaqiyatlarga erishib yurishsin. Ilohim mandat chiqqanda ham ustoz budjetga kirdimda baqirib oldimga kelish nasib etsin ilohim. Va shu bilan birgalikda shu o'quvchilarimni yillar davomida yaxshi xulqi va namunali a'lo baholarga o'qiganligi uchun taqdirlab qo'yamiz. 11-sinf o'quvchisi Habibullayev Umidjon a'lo baholarga o'qiganligi bilan taqdirlanadi. 11-sinf o'quvchisi Yuldashev Jumaniyoz. Ismoilov Inomjon. Qodiraliyev Shuhratjon. Ma'muraliyeva Dilshoda. Turdiboyeva Dilnavoz. G'ulamuddinova Gulsinoy. Abdunazarova Mushtari. Yoqubjonova Sarvinoz. Kim bundan keyin? Abdurahmonova Muxlisa. Bundan keyin Madina. Habibullayeva Madina. Abdumutallibova Muhayyo va Dilshodov Allayor. Endi ushbu o'quvchilarimizni ota-onalarini tilaklari bo'lsa farzandlariga bemalol chiqib o'zlarini fikrlarini, orzu istaklarini bildirishlari mumkin. Marhamat, sahnaga taklif etamiz.
Qishloqdoshlarimiz, bitiruvchi sinfdagi o'g'illarimiz, qizlarimiz hammalarini mana shu 25-may bitiruv kechalari bilan tabriklayman. Bolalarimizga iloyim hayotdagi nimalarida, hayot davomlarida, oilaviy sharoitlarda ham, oilaviy nimalarda ham baxt tilayman. Kasb, hunar, o'qish borasida hammalariga omad tilayman. Iloyim katta-katta o'qishlarga kirib, xalqimizga naf tegadigan yaxshi yigit qizlar bo'lishini tilab qolaman. Iloyim hammalari o'qishlariga kirib, onalarini, otalarini yuzlarini yorug' qilsin. Oilaviy nimalarda ham baxtli bo'lishsin. Ustozlariga rahmat aytamiz, hammalariga 11 yil hammalarini nima desam bo'ladi endi. Xizmatlaringga iloyim rozi bo'linglar. Hammalaringga iloyim rahmat aytib qolamiz. Hamma ota-onalar nomidan rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz o'quvchilar. Bu yilgi mana bitirish kechasi bo'lyapti ekan. Hammalaringga sog'lik tilayman. 11-sinflarga ham, 4-sinflarga ham, 4-sinflarda nevaralarim bor, 11-sinfda ham hamma yigit qizlarga baxt tilayman. Tanjonlari sog' bo'lsin. O'qishlarga borib, katta-katta o'qishlarga kirib, eng kamida men o'g'illarimga o'xshagan yigitlar melisa bo'lsin. Qizlar doktor bo'lsin, o'qituvchilar bo'lsin. Ustozlarga ham hamisha rahmat deyman. Mashaqqatli kasblaringda hamisha sog' bo'linglar, oilalaring ham tinch bo'lsin, bola chaqalaringni huzur halovatini ko'ringlar. Avazbek o'g'limizga ham sog'lik tilayman, tanjoni sog' bo'lsin, shetlarda mana shu maktabni doim gullatib, yashnatib yurishingizga tilakdoshman o'g'lim. Tanjoni sog' bo'lsin, kelgan hamma otalarga ham tanjoni sog' bo'lsin. Rahmat. Ustozlarimiz bizni shuncha yil o'qitishda, xatolarimizni kechirib, bilim berib, tarbiya berib, ularga kattakon rahmat aytamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, har doim bilim berishdan charchamanglar. Rahmat hammalaringga kattakon. Arzimas ham ustozlarimizga sovg'amiz bor, topshirib olamiz shular. Barcha ustozlarimizga rahmat aytamiz, bergan bilimlari uchun, qilgan sho'xliklarimizni ko'targanliklari uchun. Hammasi uchun rahmat. Sog' bo'linglar ustozlar. Shu bilan birga onalarimizga ham rahmat aytamiz hammamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi va hozir navbatni so'nggi qo'ng'iroqqa beramiz. Marhamat.